O'zbekistonda yangilik, mana ustagalarimiz plita, ya'ni panelni ustidan mana somonli loy bosyapti ekan. Usta hormang. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamasdan olyapsizlarmi? Rahmat. Video nima sababdan usta plitani ustidan somonli loy bosib ketyapsiz ekan? Bu plita beton bo'lgani uchun qishda muzday bo'ladi, yozda issiqda o'tkazib yuboradi. Shuning uchun yozda muzday, qishda issiq bo'lish uchun utepletel vazifasini beradi. 7-8 sm qalinlikda bosyapmiz. Hozirgi ishimiz Namangan shaharda. Namangan shahar Afsona vodiysini yonida ishlayapti ekanlar. O Afsona chaqiradi mana. Bemalol kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, video ostida ham nomerlar bo'ladi ustani. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Usta, xizmatlar qayergacha bo'ladi? Xizmatlar vodiy bo'ylab 1 kvadrati 5-6 sm, 6-7 sm bo'lsa 35 ming so'm. 35 ming so'mdan vodiy bo'ylab ustalarimiz xizmat qilar ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ustalarimiz hozir 85 kvadrat joyga loy bosishyapti ekan.